Bugun sizlar bilan dunyodagi eng yirik va yosh zotlardan biri Arashan zoti haqida gaplashamiz. Ketdik. Arashan zoti Qirg'izistonda yetishtirilgan yangi go'sht yog'li zotdir. Zot haqida umumiy ma'lumotlar. 2021-yil 15-aprelda Qirg'iziston Respublikasi Qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi va hududiy rivojlanish vazirligining 110-sonli buyrug'i asosida Arashan qo'y zoti rasman ro'yxatdan o'tkazilgan. 2023-yil 30-avgustda bu zotga nomer 66-raqamli seleksiya yutug'i patenti berilgan. Kelib chiqishi 1970-2021-yillar oralig'ida Qirg'izistondagi fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan. Asosiy nasl ota-onasi sifatida 1977-yilda Tojikistondan keltirilgan Gissar zotli qo'chqorlar ishlatilgan. Ular Qirg'izistondagi mahalliy qo'pol junli qo'ylar bilan chatishtirilib, zarur xususiyatlarga ega avlodlar tanlab ko'paytirilgan. Asosiy xususiyatlari dunyodagi eng yirik zotlardan biri hisoblanadi. Qo'chqorlar 3 yoshdan yuqori holatda vazni 140-210 kg-gacha bo'lishi mumkin. Qo'ylar 3 yoshdan yuqori holatida vazni 90 kg dan 150 kg-gacha bo'ladi. Go'sht yog' sifati, kuchli konsistensiyasi, to'liq shakllangan dum, kurdyuk, yuqori o'sish energiyasi bilan ajralib turadi. Moslashuvchanlik tog'li va dasht hududlarida erkin boqishga to'la moslashgan. Qish fasli uchun asosan dag'al yemlar, pichan, senaj, somon kabi. Konsentrlangan yemlar: arpa, bug'doy, makkajo'xori, kepak, loviya va yog'li urug' shirotlari. Protein, yog', kraxmal har bir qo'y uchun 100-150 gram, qo'chqor uchun 600 gram. Mineral qo'shimchalari: tuz, bor, suyak uni, premikslar majburiy hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, Qirg'izistonda uzoq yillik seleksiya asosida yaratilgan yirik vaznli, yuqori yog' hosildorligi va go'sht sifati bilan ajralib turadigan eng istiqbolli zotlardan biridir. Qattiq iqlim sharoitida ham osongina yashay oladi, bozorda go'sht va kurdyukka bo'lgan talabga javob beradi. Videoni qo'y ishqibozlariga yuborib qo'ying. Keyingi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.